Araştırma. Mana shunday salat bo'ladi. Oshxonalarga borgan paytimiz, choyxonadagilarga o'zimiz aytamiz-da, mana shunday salatlarni qilamiz. Azizlarim, salat qilish ham qo'limdan keladi. Men sizlarga asta-asta hamma anavlarni qo'yib ko'rsataveraman, ko'raverasizlar. Mana shunday mayda qilib pomidorni chiroyli, juda ham katta bo'lmasin kerak. Juda ham mayda o'rta cho'qorga to'g'ralab, bodring ham to'g'raladi. Bu o'zimizning dehqoncha nima deyiladi qat'alashgandan keyin? Shakarop salat deyiladi. Meni oldinroq qo'ygandim. YouTube'ga qo'yganman, Instagramga yo'q bu video. Hozir ko'p joyxonalar taklif qilishyapti. O'shani ham qilamiz. Chakkini qo'shamiz bunga. Chakki. Hozir suvimiz yo'q edi. Mayli. Mana bu suvdan qo'shamiz hozir. Suvni otini aytmaymiz. Reklama bo'lib ketishi mumkin. Otini aytmasam ham lekin baribir baklashgansiz hamma bilib oladi qanday suvligini. Mana buni nomini shakarob deyishadi. Mana tojikistonliklarning qurtoba ovqati bor-ku. Bizning faqat o'sha non qo'shilmagan. Mana chesnoklarni to'g'raymiz yaxshilab. Mana azda shakarob salatim tayyor bo'ldi. Buni meni bilganlar, meni obunachilarim qilgan salatimni yeb ko'rishni juda ko'p bilishadi. Qani qo'yib qo'yaman. Zo'rta. Kelinglar.